Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Amerika poytaxti Washingtonda 8-ayning 1-kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur akademiyasi, Uyg'ur harakati tashkiloti, Amerika Uyg'ur jamiyati va Uyg'ur tadqiqot instituti birlikda axborot e'lon qilish yig'ini ichib, parlamentdagi Amerika Xitoy strategik raqobat komiteti raisi Molinar, Amerika Kengash palata a'zosi Don Sullivan, Kengash palata a'zosi Jeff Merkley, parlament a'zosi Chris Simmons va parlament a'zosi Tom Suzilar o'tirib qo'ygan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining javobgarligi va jazo qonunini qizg'in qarshi olganligini bildirish bilan birga, bu qatam parlamentga sunilgan yangi qonun loyihasi uchun Uyg'ur xalqi nomidan rahmatini bildirgan. Bu yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi, tibbiy dora tadqiqot olimi va Uyg'ur akademiyasining raisi Dr. Rishad Abbas, Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi Ömer Qanat, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas, Uyg'ur tadqiqot institutining direktori Abdulhakim Idris va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining xodimlari qatnashgan bo'lib, Dr. Rishad Abbas apandi mazkur yig'inda so'zlagan nutqida mundaq degan: Biz bu qonun loyihasi uchun kuch chiqargan Amerika Kengash palata a'zosi Don Sullivan, Kengash palata a'zosi Jeff Merkley, parlament a'zosi Chris Simmons va parlament a'zosi Tom Suzining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining javobgarligi va jazo qonunini o'tirib qo'yganligiga alohida rahmat aytamiz. Shundaqli yana parlament Xitoy ishlari komitetining Uyg'ur xalqini qo'llash uchun bo'shashmay tirishchilik ko'rsatganligiga minnatdorligimizni bildiramiz. Bu qonun loyihasi bir xitobnomadir va shundaqla Amerika parlamenti va u vakillik qiladigan xalqning irqiy qirg'inchilik oldida sukut qilmaydiganligi to'g'risida dunyoga va Xitoyga berilgan aniq bir signaldir. Amerika bu qonun orqali Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qaratgan vahshiylikka qo'l qo'shtirib qarab turmaydiganligini va jazosiz qolmaydiganligini dunyoga jakarladi. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqiga qilgan irqiy qirg'inchiligi uzilmay davom qilmoqda. Beijing bo'lsa, davlat halqigan bostirish orqali ovozimizni bostirishga, erkinlik sadolarimizni jemiqtirishga urinib, chegara halqigan bostirishning salmoqini kuchaytmoqda. Xitoy hukumati keng ko'lamli tutib turish, majburiy emgak va madaniyatimizni yo'qotish orqali Uyg'ur kimligini yo'q qilishga urinyotdi. Uyg'ur bolalarni oilasidan majburiy ayirib etish, diniy e'tiqodini cheklash va Uyg'ur tilimizni maktablardan chiqarib etish orqali bizni keng ko'lamda assimilyatsiya qilishga urinib, qirg'inchilik qilib bormoqda. Biz chet eldagilar garchi erkinlik ichida yashayotgan bo'lsaqmi, muhojiratlik Uyg'urlar bu rayimsiz hokimiyatning ostida sukut turayotganlarning dardida puchuqlanmoqdamiz. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining javobgarligini surishtirish va jazo qonunini ma'qullash Amerikaning qimmat qarashini aks ettirdi va Xitoy hukumatiga berilgan aniq va kuchli bir signaldir. Dr. Rishad Abbas apandi so'zining oxirida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi cho'qim oxirlashishi kerak deb xitob qilib, o'rtaq harakat olib berayotgan tashkilotlarga vakolatan Uyg'urlar bilan davomli bir safda turayotgan parlament a'zolari va parlament xizmatchilariga, shundaqla adolat uchun ovozni chiqargan hammalarga minnatdorligini bildirgan. Amerikaning ikki partiya parlament a'zolari 31-iyul kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining javobgarlik va jazo qonunini o'tirib qo'ygan. Bu qonun loyihasini parlamentdagi Amerika Xitoy strategik raqobat komiteti raisi Molinar va Amerika Kengash palata a'zosi Don Sullivan, Kengash palata a'zosi Jeff Merkley, parlament a'zosi Chris Simmons va parlament a'zosi Tom Suzi qatorliqlar qo'llagan. Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunidagi Xitoy qartilgan mavjud jazoni kengaytirishni maqsad qiladigan bo'lib, Uyg'urlarning organlarini majburiy elib olish, Uyg'ur ayollarga qartilgan majburiy bolasini tushirib etish va bolalarni oilasidan ayirib etish, Uyg'ur majburiy emgaki, keng ko'lamda tutib turish qatorliq jinoyatlarni o'z ichiga oladi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi javobgarligi va jazo qonunining muhim nuqtalari: majburiy tug'mas qilib etish va nopusni kontrol qilish harakatiga chetishli kishilarga viza cheklash buyrug'i tushirish, Uyg'ur majburiy emgaki bilan munosabatlik bo'lganligi sababidan Amerika davlat mudofaa ministrligining aslahalarida Xitoyning suv mahsulotlarini ishlatish va sotib olishni cheklash, Xitoy sirtida yashaydigan
tutib turish va xo'rlanishga uchragan hayot qilgan Uyg'ur va qozoqlarni davolash va psixika mulozimatini o'z ichiga olgan qo'llashni yo'lga qo'yish. Kimliki diniy sababidan tahdidga uchragan oz sonli millatlarning madaniyat va tillarini qo'g'dashni ilgari surish. Uyg'ur majburiy amgaki yoki vahshiylik jinoyati bilan shug'ullanadigan o'rinlardan Amerika hukumati va shirkatlarining savdo qilishni cheklash. Xitoyning ta'tir tashviqoti va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rad qilishni oshkorlash va uningga qarshi turish. Kelgusidagi xalqaroliq yoki davlat ichidagi ayblashlarni, vahshiylik jinoyatini tekshirish va hujjatlarni qo'llash. Bu haqda vakil Molinover bayonotida mundaq deydi. Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur xalqiga qilgan irqiy qirg'inchiligi davrimizdagi eng nachar kishilik huquq vahshiylikning biri. Bu qonun loyihasi Amerikaning tag'im qattiq jazo yurgizish, kishilik huquqi daxl taruz qilguvchilarga viza cheklash va majburiy emgakka bog'langan boj topshiruvchilar to'xtamini uzish orqali dunyoni kuch va prinsip bilan yetaklashiga kafolatlik qiladi. U yana hayot qolg'uvchilarni qo'llaydi va Xitoyning ta'tir tashviqot mashinasiga qarshi turadi. Agar biz insoniy qadr-qimmatga haqiqiy ishonadigan bo'lsak, javobgarlikni surishtirish bizning Xitoy qaratgan siyosatimizning asosi bo'lishi kerak. Kengash palata a'zosi Sullivan bayonotida mundaq deydi. Dalil isbotlar aniq. Xitoy Kompartiyasi qasdan va sistemli faoliyat olib berib, majburiy tug'maslik, keng ko'lamda tutib turish va majburiy emgakka silish orqali Uyg'ur xalqini yo'qotishni maqsad qilyapti. Vakil Semes bayonotida mundaq deydi. Irqiy qirg'inchilik o'tmishdagi yadikorlik emas. U bizning ko'z oldimizda yuz beryapti. Xitoy Uyg'ur xalqi va ularning madaniyatini yo'qotishga shiddat bilan tirishyapti. Uyg'ur va boshqa ojiz xalqlarni bostirishga ishlatgan rayimsiz taktikalar hozirgi zamon tarixidagi eng qabih kishilik huquq dafsanchilikning biri. Kengash palata a'zosi Merkeli bayonotida mundaq deydi. Xitoy Xalq Jumhuriyati Uyg'ur va boshqa ojiz guruhlarning kishilik huquqini davomli dafsanda qilyapti. Amerika barliq amallarni ishlatib, bu dahshatli irqiy qirg'inchilik va sistemlik ziyonkashlikni ayblish kerak. Vakil so'zi bayonotida mundaq deydi. Xitoy Kompartiyasi Uyg'ur musulmonlari va boshqa sonli millat va diniy oqsoqliklarga qarta keng ko'lamli tutib turish, qiynash, majburiy emgak va etnik tozalashni o'z ichiga olgan sistemlik bostirish harakatini qanot yaydirmoqda. Amerika parlamentining ikki palatasidagi ikki partiya parlament a'zolari 31 iyul payshanba kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining javobgarlik va jazo qonunini o'ttirib qo'ygan bu qonun Uyg'ur kishilik huquq siyosiy munosabatlik Amerikaning Xitoy qarta yurgizilgan jazosini kengaytirishni maqsad qiladi ekan. Amerikaning qonun chiqarish tartibiga asosan bir qonun loyihasi Avom palatasi va Kengash palatasining o'xshash nusxada ma'qullanishi kerak. Hamda qonun ma'qullanishidan ilgari prezident imzo qo'yishi kerak. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining javobgarligini surishtirish va jazo qonuni 2023 va 2024 yillari parlamentda bir qatim o'ttirib qo'yilgan. Ammo har ikki qonun loyihasi qonun chiqarishda ilgirlash hosil qilmagan edi. Mutaxassislar bu qatim o'ttirib qo'yilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining javobgarlik va jazo qonunining Amerika Xitoy savdo raqobati va Amerikaning o'zgarayotgan Xitoy siyosati sababidan parlamentdan o'tish nisbatini yuqori deb qaramoqda ekan. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.